Juda ham katta yangilik do'stlar. O'zbekiston bo'ylab umra safariga boraman deganlar bu videoda обязательно o'tkazib yubormanglar. Boshqa umuman bunaqa video chiqmasligi mumkin. Sababi litsenziyalangan, bank orqali to'lov qilasiz. 100% ishonchli firmaga yetib kelganman. Hozir rostdan ham ishonchlimi? Qanaqa xizmatlar ko'rsatishadi? Umra safarida sizga nimalarga borish, qayerlarda ziyorat qilish nasib qiladi? Batafsil ma'lumotni Mohirbeydan bilib olamiz. Assalomu alaykum. Mohirbey, yaxshimisiz? Salomatimisiz? Mohirbey, umra paketlari bo'yicha umumiy ma'lumot bersak birinchi. Umumiy to'liq ma'lumot bersak, bizda 14 kunlik umra safari bo'ladi. Aka, standart plus paket bo'ladi. 2 kecha 3 kunni Madinada bo'lishadi, 11 kun Makkada bo'lishadi. Madinadagi asosiy oralig'imiz 100 metrdan 300 metrgacha. Makkada esa 1 kilometrdan 2,5 kilometrgacha. 24 soat avtobus qatnovlari bor. Malakali 50 boshlarimiz birga ketib, birga kelishadi. 14 kun davomida birga sayohat, ibodatlarga olib chiqishadi. Zo'r. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taom, Makkada esa 3 mahal. Madina sayohatida Ravza, Qur'on bosmaxonasi, Uhud tog'i, G'irorori, Xurmo bog' hammasi o'z ichiga oladi. Makka sayohatida ham umra amal, Qizil dengiz, undan tashqari bir barakaga 2 marta umra amal qilish nasib qiladi. Toyibga ham sayohatlar. Toyibga ham sayohat. O'sha sayohatlar 10 dan ortiq sayohatlarimiz bor. Zo'r. Behijola. Mazza qilib ziyoratlar qilib kelishadi. Xo'p, 50 boshlar doim birga bo'ladimi? 14 kun davomida sayohat, ibodatga birga olib chiqishadi. Hammaga birdek munosabatda bo'linadi. Sizga qana o'zi qolganlarga xuddi shunaqa. Hali palonchi dadasi edi, kunchi unaqa hammaga bir xil. Atga borgandan keyin hattoki o'zim borsam ham hamma bir xil bo'ladi aka. Hamma bir xil bo'ladi. Hatto ham unisi boshqa, bunisi boshqa emas. Hammasi bir xil bo'ladi aka. Zo'r. Hammasi bir xil bo'ladi, xudo xolasa aka. Dekabr oyida paketlarimiz bor. Dekabr oyida standart plus paket bo'ladi. Bizda reyslarimiz qayerlardan bo'ladi deyishganlarga hozir reyslarimizni aytib o'tamiz aka. Xudo xolasa Farg'onadan 12-kuni Farg'ona Jidda, 13-kuni Farg'ona Madina, 14 Farg'ona Jidda yo'nalishi, 17 Farg'ona Madina, 20 Farg'ona Madina aka, 24 Farg'ona Madina, 27 Farg'ona Madina yo'nalishida reyslarimiz oyda oxirigacha aka. Undan tashqari Namangandan esa 12-kun Namangan Jidda, 14-kun Namangan Jidda yo'nalishi, undan tashqari 18 Namangan Jidda, 22 oyda oxirigacha reyslarimiz bor aka. Zo'r. Mohirbek qarang. Men safardaman, musofirdaman yoki boshqa viloyatdaman. Hozir biz video qilayotgan joyimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahridagi poyezd vokzalida oldida. Litsenziyamizga ham xuddi shu manzil yozilgan. Mustaqillik ko'chasi 692-uyda video olyapti. Video olyapti. Endi aka, men bu yoqqa kela olmayman. Boshqa viloyatdaman yoki musofirdaman. Qanaqa qilib sizlarga joyimni otaman? Birinchi o'rinda ketish uchun Zagran pasport bo'lishi kerak. Zagran pasportlarni onlayn tashlab berishadi, joylarni bron qilishadi. Ishot raqamingizga bank orqali ma'lum miqdorda, xohlasa 100% to'lov qilib berishadi. O'zbek so'mimizga. Xuddi shunday. Vodiydan bo'lsa, kelishadi ofisimizga, maxsus kassalarimiz bor, kirib kassalarga to'lashadi. Bemalol 100% ishonchli. Kerak bo'lsa litsenziyalarni Telegramdan tashlab berasiz. Ketayotganda sizlar firma tomonidan nimalar beriladi deyshadi. Bejik, yostiqcha aka, so'mkacha, avtobusda va samolyotda foydalangan formalar va bejiklar, yostiqlar beriladi. Hammasi beriladi. Bunga ortiqcha pul to'lanmaydi. Hammasi ichida bo'ladi. Qaytishayotganda 5 litrli zamzam suv beriladi aka. Bu ham paketning ichida. Hamma yo'g'i ichida aka. Endi aka, skidkali narxlar bitta aka, mana xo'p, 12-dan boshlab 14-gacha sizni obunachilaringizga $1000 qilib berdi aka. Undan ag'i 15-dan 20-gacha $1050 qilib beramiz. Endi 20-dan oyda oxirigacha $1150 qilib beramiz. $1150 qilib beramiz. Behijolat Toshkent, Farg'ona, Namangandan reyslarimiz bor. Qirg'iziston, Tojikiston, boshqa davlatlardan bemalol ketsa bo'ladi. Hamma yo'qdan chiqishaveradi aka, behijolat. Bir xil narx bo'ladi. Xuddi shunaqa. Do'stlar, bittadan like bosib qo'yamiz, podpishka qilamiz, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Pastga raqamlarni qoldiryapman. Kim jo'natmoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kommentariyaga albatta kim bilan qachon bormoqchisiz yozib qoldirish esdan chiqmasin. Sababi amallar niyatlarga bog'liq.